inson hayotda yasharkan bir qancha adashuvlari bo'ladi, toyiluvlari bo'ladi. Ba'zida namozga beparvo bo'lgan bo'ladi. Ba'zi isyonlarni qilgan bo'ladi. Lekin shunaqa bo'lsa ham agar 60 ga yetgungacha Alloh subhanahu va taologa shunaqa chiroyli qaytsa, Alloh qabul qilar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni muborak hadislarida kim 60 ga yetsa-yu lekin menga qaytmaydigan bo'lsa, unda men undan zimmamni ko'tarib qo'yaman derkan. O zimmasini ko'tarib qo'yishligi nima desa, endi unga hidoyat kelishligi qiyin bo'lib qolar ekan. Qilgan amallarini qabul bo'lishligi qiyin bo'lib qolar ekan. Shuning uchun banda juda ehtiyot bo'lish kerak ekan, Allohga shunday qaytish kerak ekanki, bu qaytdi degani shu yuzaki qaytish emas, haqiqiy ma'noda tavba qilib o'tkazgan hayotida avvalosi Alloh taologa qilgan isyonlaridan Allohga qaytish. Qolaversa bandachilik bilan bandalarning o'rtasidagi bo'lgan muomalalarda ham o'zini to'g'rilab, axloqini chiroyli qilib, qalbini ham go'zal qilib qaytishlik aytilar ekanki, ba'zan insonlar qarib qolganligidan bir gunohni qilishlikka iloji yo'qligidan shunaqa bir Allohga qaytganga o'xshar ekan, lekin suhbatlarida o'tirganda oshna og'aynilar o'tirsa, esingda bormi, falon joyda manaqa maza qilib ichganmiz, piston joyda manaqa mana qimar o'ynaganmiz, falonchi yutgan, pistonchi yutkizgan deb eski gunohlarini eslab xursand bo'lishligi bo'lar ekan. O'zi masjidga qatnayotgan bo'ladi, o'zi chiroyli bir suratga kirgan bo'ladi-yu, lekin gap so'zlari hali ham qaytmagan bo'ladi. Qilgan o'g'irligini gapiradi, qilgan o'sha qing'ir ishlarini gapirib, oshna og'aynisi bilan xursand bo'lib, o'sha kunlarni eslab, yana qaniydi ularga o'sha yoshlik qaytib qolsa-yu, o'sha qaytib qolgan paytda ular o'sha ishni qilsa, mana shu ma'noda bir-biri bilan suhbat qilishlik, agarchi u 60 ga kirib masjidga kirayotgan bo'lsa ham u Allohga qaytgan bo'lmas ekan. Shuning uchun Allohga qaytishlik nima desa, Allohga qaytishlik o'zi eski qilgan ishlaridan bir-biriga gapirib, guvohlar bo'lsa, birga qilishgan bo'lsa, qaringa mana shu ishlarni qilgan ekanmiz, Alloh sizni ham bizni ham kechirsin deydigan suhbat qilsa, o'sha ishlariga ikkalasi ham afsus qilsa yo jamoasi bilan afsus qilsa, ana o'shanda keyin Allohga qaytgan bo'lar ekan. Endi surati chiroyli bo'lsa-yu, eski ishlarini davom ettirsa, odamlarga g'iybat qilsa, qalbida hasadi bo'lsa, ko'rolmaslik bo'lsa, u eng bir yomon holat ekanki, u qalban Allohga qaytish demas ekan.